Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. İslam Həmkarlıq Təşkilatı Xitayning musulmonlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qo'lladi. Breitbart xabar torining 2 fevral kunidagi xabarda mundaq deyildi. Uyg'ur inson haqlari qo'g'dug'chilari oldingi hafta Islom Hamkorlik Tashkilotining bosh sekretari Husayn Ibrohim Talhaning Xitoyni ziyorat qilib, Sharq Turkistondagi musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy hokimiyati bilan zich hamkorlashganligini bildirgandan keyin qattiq yerginib g'azablandi. Necha 10 yillardan beri Xitoy Sharq Turkistonga ishg'ol qilganligini bildiradigan yangi chegara ma'nosida keladigan Xinjiang degan nomni berib, yerlik ommani bostirdi. Rayonning nüfusini kontrol ostiga oldi. 2017 yilidan boshlab bostirish texmi kuchayib, irqiy qirg'inchilikqa aylandi va 3 milliondan ortiq xalq jazo lagerlariga qamaldi. Yerlik nüfusni yo'q qilish uchun yezilarning barliq xalqlari qisirlashtirildi. Kültür kimligini yo'qotish uchun masjid va qabristonliklar buzib chiqib etildi. Sharq Turkiston nüfusining ko'p sonligini musulmon Uyg'urlar egallaydigan va boshqa qozoq, qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarning ana makoni. Muxbirlar va inson haqlari mutaxassislari rayonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikning yerlik bir voqea bo'lmasdan, balki Xitoy kotibashi Xi Jinpingning amri bilan bo'layotganligini aytdi. 2018 yili Xi Jinping Kompartiyasiga yerlik xalqning nasabini yo'qotish, yiltizini quritib tashlash, diniy e'tiqodini buzg'unchilikqa uchirtish, uning o'rniga otizmga e'tiqod qildirish va o'ziga cho'qindirish amrini berdi. Bu reallik dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning manfaatini qo'g'dashni maqsad qilgan, har qaysi musulmon xalq yashaydigan davlatlarning vakillaridan tarkib topgan Islom Hamkorlik Tashkilotining Xitoy bilan bo'lgan do'stlik munosabatini to'sib qola olmadi. Islom Hamkorlik Tashkiloti hech bo'lmaganda ayblish yoki andish qilishda yo'q, Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini oshkora qo'lladi. Husayn Ibrohim Taha o'tgan hafta Xitoyning yuqori darajali kotibashlari bilan ko'rishganda tashkilotning irqiy qirg'inchilikni qo'llaydiganligini yana bir qatim bildirdi. 26 yanvar kuni u muavin prezident Han Zheng bilan Beyjingda ko'rishganda tashkilotning atalmish Xinjiang masalasida Xitoyni zich qo'llaydiganligini bildirdi. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ishxonasi tushuntirish berib, Husayn Ibrohim Taha Islom Hamkorlik Tashkiloti Xi Jinpingning Xitoy bilan islom davlatlari o'rtasidagi do'stlik munosabatining cho'nqur taraqqiyotini ilgari surishga bergan ahamiyati va yetakchiligiga rahmat aytadiganligini bildirdi. Islom Hamkorlik Tashkiloti Xitoy bilan ko'p taraflamli hamkorlikni taraqqiy qildirishni xohlaydigan bo'lib, Tayvan va atalmish Xinjiang bilan munosabatlik masalalarda Xitoyni qat'iy turda qo'llashni davomlashtirdi dedi. Xitoyning muavin prezidenti Han Zheng bilan ko'rishish jarayonida Husayn Ibrohim Tahaga Islom Hamkorlik Tashkilotining qo'g'dashga va'da bergan xalqqa irqiy qirg'inchilik yurgizilgan taqdirdami partiyaga sodiq bo'lish to'g'risida besim ishlatganligi bildirildi. Xitoy elchisi Xitoy hokimiyatining islom davlatlarining Tayvan va atalmish Xinjiang qatorliq Xitoyning yadroliq manfaatlariga munosabatlik masalalarda Xitoy tarafini qat'iy qo'llashini umid qilganligini ta'kidladi. Husayn Ibrohim Taha yana o'xshash qarashdagi Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Wang Yi taraqqiy qilayotgan davlatlar va dunyo sahnasidagi muhim kuchlar sifatida Xitoy bilan islom davlatlari o'zaro hurmat va qo'llashni izchil davomlashtirib, barobarlik va o'zaro foyda yetkazish asosida o'zaro foydali hamkorlikni qo'lga keltirdi. Bir-birining taraqqiyoti, gullanishi va xalqlarning baxt saodatiga tuhfa qo'shib, dunyoning janubida ittifoqlik va hamkorlikning ulgusini yaratdi dedi. Wang bu fursatdan foydalanib, Xitoyning ashaddiy bir balvoq bir yo'l qarz to'ziqi tashabbusini kuchaytirdi va Islom Hamkorlik Tashkilotini musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy hokimiyati bilan bexatarlik hamkorlikni yo'lga qo'yishga ilhomlantirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Husayn Ibrohim Taha islom madaniyati bilan Xitoy madaniyatining uzundan buyon bir-biriga hurmat qilib kelgan tarixiy do'stlik munosabatining borligini aytdi. Islom davlatlari va Islom Hamkorlik Tashkiloti Xitoy bilan bo'lgan an'anaviy do'stlikni qadrlaydi va Xitoyning qimmatli qo'llashiga minnatdorlik bildirdi. Islom Hamkorlik Tashkiloti bir Xitoy prinsipini qo'llaydi. Atalmish Xinjiangdagi muhim taraqqiyot natijalarini qadrlaydi, taqdirlaydi va tashqi kuchlarning Xitoyning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turdi, deb eskartdi. Bu bayonot Uyg'urlarga vakillik qiladigan guruhlarning qarshiligiga uchirdi. Xinjiang deb ataladigan mustamlaka qilingan davlat Sharq Turkistonga vakillik qiladigan Sharq Turkiston sürgünlüğü hukumati Islom Hamkorlik Tashkilotining Beyjingni qo'llag'anligiga qattiq andishlanganligini bildirdi va keskin turda ayblab bayonot e'lon qilib, musulmon dunyosining kollektiv ovoziga vakillik qilganligini o'tirg'a qo'ydigan Islom Hamkorlik Tashkilotining ishg'ol qilingan Sharq Turkiston masalasida sukut qilishni emas, balki sheriklikni tanlab aktiv diplomatiyani yo'lliqlashtirdi.
Bu ochiq-oshkora zidlik bo'lib, qattiq ikkiyuzlamachilik, ezilgan musulmonlarni qo'g'dash uchun o'ziga bergan muqaddas omonatga xiyonat qilishdan iborat dedi. Xitoy hukumatining 16 mingdan ortiq masjidni chiqib buzayotganligini va boshqa bir shakllarga aylantirib qo'yganligini, millionlarcha Qur'on va islomiy kitoblarni yig'ib olib yo'q qilayotganligini, namoz o'qish, Ramazon tutish qatorliq diniy ibodatlarni cheklaganligini, imom, olim va jamoat yetakchi rahbarlarini o'z ichiga olgan millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalq musulmonlarini tutqun qilib qamaganligini aytdi va yana Qur'onning musulmonlarga qilingan zulmni ayblash va ezilganlarga aktiv yordam berishni amr qilganligini bildirdi. Amerika Kengash palata a'zolari Amerikaning tajribaxonalariga Xitoyning kirishini cheklaydigan siyosat chiqarishni talab qildi. Washington Reporter xabar to'rining 13 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Kengash palata a'zosi Jumhuriyatchi Tom Cotton va Mike Lee chet el jasuslarining Amerika tajribaxonalariga kirishini cheklash uchun boshlamchilik qilgan. Kengash palatasining istixborot, energiya, tabiiy boyliqlar komitetining rahbarligini ustiga olgan 2 nafar millat vakili ayrim holda 9 nafar Kengash palata a'zosi bilan birlikda energiya sekretari Chris Wrightga xat yozib, Prezident Donald Trumpning Guinness vazifasiga o'xshash turlar orqali Amerikaning sun'iy aql sohasida ustunlikni saqlashga bo'lgan izchilligini eskartib, tajribaxonalarda ishlayotgan va kirishiga ruxsat qilingan minglarcha Xitoy fuqarolaridan andish qilayotganligini bildirdi. Hatto parlament a'zolari Xitoyning Amerikadagi keng ko'lamlik jasuslik to'rining Amerika dushmanlarini erish bilan ta'minlaydiganligi to'g'risidagi andishini ifodalab, Xitoyning Amerika aqliy mulk huquqiga qilgan jasuslik qilmishlari yaxshi hujjatlashtirilgan bo'lsa-mu, biz 10 yillardan buyon Amerikaning eng aqlli olimlari harbiy, iqtisodiy va ilmiy texnikalar ustida ishlaydigan davlatlik tajribaxonalarimizga Xitoy davlatining olimlarining kirishiga imkoniyat yaratdik dedi. Cumhuriyetchilar Energiya ministrligidan Xitoy fuqarolariga har qanday davlat tajribaxonasining o'rni, uchuri va texnikasiga erishish imkoniyati berishni cheklaydigan siyosatni yo'lga qo'yishni umid qiladi ekan. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Dr. Mamdumin Ali apandi ijtimoiy axborot supsi X'da 3 fevral kuni buningga inkos qaytarib, bu nihoyatda yaxshi bir qadam. Ularning tajribaxonalarda ishlashiga yo'l qo'yish, siz o'zingizning kasbiy durustlik tuyg'usidan mamnunlik his qilib, o'g'riga uyingizning ochqichini berib, uning hamma narsani o'g'irlashiga yo'l qo'yganga o'xshaydi dedi. Har millatning beshiga tuyuqsiz bir paytda hayot yoki mamot, qurtulish yoki inqiroz daqiqalari kelib qoladi. Kunimizda buni tarixning burilish nuqtasi deb atashimiz mumkin. Bu xil daqiqalarni sezalgan millatlar chaqmoq tezligida har ishni cho'ng bir kuch hosil qilish asosida tartibga solib mangadi. Hayot qoladi, qurtuladi. Ammo bu xil daqiqalarni o'tmish tarixidagi g'aflatda va safolatda tuymasdan yoki sezmasdan o'tkazgan millatlar ya shu aman yoki bo'lmasa ma'lum mezgil o'tib munqarizlikka yuz tutadi. Demak, bu xil daqiqalar millat tarixidagi bir burilish bosqichidir. Bugungi dunyoda өр va mustaqil yashayotgan bir qism millatlar mazkur qisqa mezgilning ahamiyatini tushunib, har sohada cho'ng bir tanzimat, ya'ni sistemlashish va islohotlarni elib berib aman qolgan bo'lsa, xo'rliq va asirlikda yashayotgan bir qism millatlar har davrni va har daqiqasini g'aflatda o'tkazayotgan va oqibat munqarizlik bo'yinturqiga tutilgandir. Sharqi Turkiston navbatda dal mushkil bosqichni boshdan kechirmoqda. Ya qurtulib yashaymiz, ya yo'qtilib tugaymiz. Buni tarix belgiligusi. Biz buni bugun belgilay olmaymiz. Chunki istiqbolimiz, zehnimiz va tushunchalarimizda naqadar qorong'u bo'lgan bo'lsa, istiqbolimiz uchun bir burilish yasaydigan bugungi tarixiy fursatlarimizmi o'xshashli qorong'ulikda, ig'ir darajada g'aflatda va ihmolkorlik, ya'ni parvosizlikda o'tmoqda. Qonmi to'kdik, inqilobmi qildik. Bir emas, bir necha qitim qildik. Lekin zulmga, asoratga qarshi milliy direnishlarning har qitim bizga qoldirib ketgani faqatla ochiq va bakla ochiq saboqlardan iborat bo'ldi. Bilimizki, bu qonliq saboqlar bizga qurolliq va qonliq isyon ko'tarish bilanla hech g'oyaga erishib bo'lolmaydiganligimizni o'rgatdi. Ishonaylikki, millatimizni har tarafdan bog'lab, qimirlashqimi majolini qo'ymagan moddiy asoratdan tashqari ruhimizni o'qitayotgan ma'naviy asorat o'rtada turibdi. Millatni bu ma'naviy qulluqdan ozod qilmay turib qilgan har bir harakatimiz hech natija bermadi va bermagisi. Darvaqa, bugungi ichinishliq ahvolimizga nisbatan millatning ma'naviy qurtulishiga xizmat qilmaydigan har qanday bir jarayon hech bir mohiyatga ega bo'la olmaydi. Mohiyatga ega bo'la olmagan ekan, biror foydami elib kela olmaydi. Tushunib yetildiki, bugungi eng chong vazifa millatni ma'naviy asoratdan qutuldirishdir.
Tariximizda bir burilish hosil qiladigan bugungi bu davr bizga ushbu vazifani topshirgan ekan, kelajak avlod albatta bugungi bu vazifaning mevasini kutadi. Demak, bundaq bir davrda yashayotgan har bir kishining harakat va faoliyat ilib berayotgan har bir shaxsning bir vazifasi. Texmi to'g'ri qilib aytsak, demak, bundaq bir davrda yashayotgan har bir kishining harakat va faoliyat ilib berayotgan har bir shaxsning bir vazifasi. Texmi to'g'ri qilib aytsak, bir milliy burchi bor. İş adamları yurtning taraqqiyoti va olg'a besishining ko'yiga kirishi, ilm ahlilari bo'lsa ko'pchilikni oqartish, bilim tarqitish yo'lida qo'lidan kelgancha ish qila olishi lozim. Matbuot va matbuotchilarmi umumning dard ahvoliga, fikr va tushunchasiga tarjimon bo'lishi kerak. Har kim o'z sohasida o'z g'ami va o'z g'oyasi uchun ishlab, so'zlab ketavergan taqdirda buningdan kelib chiqadigan natija milliy mujodilani unutib, guruh jidili tug'dirishdan boshqa ish bo'lmaydi. Millat va yurt, vatan davosini hal qilish o'rniga o'zaro bo'g'ishishlar, partiya yoki guruh propagandalarini bozorga selishlarmi bizcha bo'lganda ma'naviy asoratdir. Ajiba biz kim uchun millatni va xalqni qurbon qilib beryapmiz? Kimlarning manfaati uchun munbarda va'z o'qiyapmiz va kimlarning foydasi uchun millatning ma'naviyatini asir qilib tutib bermoqchi bo'lyapmiz? Oldi bilan bularni o'ylash lozim. Bugun yurtqa va xalqqa xizmat qilaman, yurtning va xalqning baxt saodatini ko'zlayman deb o'tirg'i chiqqan har qanday inson bu ulug' yo'lda hech narsaning yuz xotirasini qilmasligi, imkoniyatining yetishda fidokorlik ko'rsatishi lozim. Mayli ig'izida, mayli ko'nglida bo'lsin, xalq, yurt, vatan deyotgan har qanday bir shaxs bu ulug' yo'lda bir guruhning yoki bir iqimning doirasiga suvlanib olib qolsa, millatning orzusi va tushunchasini nuqta holatida bilmasa, u chog'da xalq boshqa bir yerda qolgan bo'ladi. Xalq deganimiz siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlarda biror farq kutmagan turli kasb, turli jins va turli maslak iqlimidagi to'pliqlardir. Xalqparvar bo'lishni xohlagan har bir kishi oldi bilan butkul ma'naviyatini hamda bir butun mavjudiyati bilan ushbu insonlar to'pining tushunchasini o'zida muhofazat qilganidek, ularning xususiyatlari, ya'ni millatning ma'naviy xosliklariga ega bo'lishi lozim. Bugungi milliy mujodala mana bu asosda bo'lgandala o'z istiqomatini, ya'ni to'g'ri yo'lini topgan bo'ladi. Bir guruhga mansub bo'lib, ammo tushunchasi tor bo'lgan va har qanday masalaga biror guruhning hukmi bo'yicha muomala qiladigan bir xalqchi amaliyotda o'zining guruhvos ekanligini oshkor qilib qo'ygan bo'ladi. Bundaq guruhvoslarning qilgan ish harakati millat va vatan davosini emas, shaxsiyat va guruh g'avg'osini tug'dirg'usidir. Xo'sh, bu to'g'rida bizning tutmoqchi va qilmoqchi bo'lganlarimiz millat mujodalasimi yoki guruh jidilmi? Bu tugunni yechish uchun shuni esda tutish kerakki, Sharq Turkiston xalqining orzusiga, tushunchasiga va fikr ideyasiga hech qanday bir guruh va hech qanday bir taraf vakillik qila olmaydi. Xalq uchun ishlamoqchi bo'lgan har bir xalqchi amaliyotda mustaqil va mahmud bo'lmagan, ya'ni ma'lum bir taraf yoki iqimning bo'yinturqiga kirib qolmagan ushbu ma'naviy manbaning bir mahsuli va ya bir tamchisi bo'la olgandala, ondan uning jimi harakati milliy va umumiy bir mohiyatga ega bo'la oladi. Bundaq ahvolda biror guruh, biror sinf yoki biror iqim, maslak g'avg'olarining tug'ilishini ko'rishga imkoniyat qolmaydi. Eng oxirida shu muhokama va mulohazani o'tirg'a tashlaymizki, bizning tutib olmoqchi bo'lganimiz millat mujodalasidir. Guruh jidili emas. Hech bir guruh xalqqa vakillik qila olmaydi. Chunki xalqning fikri va tushunchasi mahdud emas, balki mustaqildir. Manba Erik gazeti 252 son 1949 yili 16 mart. Uyg'urchaga ag'dirg'ichi Burxon Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.